Assalomu alaykum hurmatli onalar. Men pediatr neonatolog Ahmedova Mahfurat Abdullayevna. Bugun sizlarga bolalarda tana harorati ko'tarilishi, ya'ni isitmalaganda ularga birinchi yordam ko'rsatishni amaliy ko'nikmalar bilan ko'rsatib beraman. Bolalarda tana harorati ko'tarilishi 3 xil turda bo'ladi. Subfebril, ya'ni tana haroratini 38 gradusgacha ko'tarilishi. 38 gradusdan 39 gradusga ko'tarilishi bu febril tana harorati ko'tarilishi hisoblanadi. 39 gradusdan yuqori ko'tarilgan tana harorati bu yuqori darajadagi tana harorati ko'tarilishi hisoblanadi. Tana haroratining ko'tarilishi bolalarda asosan virusli va bakterial infeksiyalar hisobiga bo'ladi. Bolalarda tana harorati ko'tarilishi qizil isitma va oq isitma ko'rinishida bo'ladi. Qizil isitma ko'rinishidagi tana harorati ko'tarilishi u qay darajada bo'lishiga qaramasdan bolaning boshi, qo'l, oyoqlari, butun tanasi qizigan holatda bo'ladi va teri rangisi qizg'ish holatda bo'ladi. Oq isitma ko'rinishidagi tana haroratini ko'tarilishida esa bolaning qo'l, oyoqlari sovqatgan, bolani teri rangi oqargan, terisi marmarsimon holatda bo'lib, bolada qaltirash holatlari kuzatilishi mumkin. Avvalambor har bir xonadonda tana haroratini o'lchakish asbobi, ya'ni gradusnik bo'lishi kerak. Tana harorati tushirishni amaliy ko'nikmasiga o'tamiz. Tana haroratini sinovli gradusnik bilan bolaning qo'ltiq sohasiga qo'yib 3-5 daqiqa davomida uzog'i bilan 3-5 daqiqa davomida o'lchaymiz. Biz o'lchagan gradusimiz bolamizda 38,5 gradusni ko'rsatdi. 38,5 gradusni. Bu bolamizda boshi, yuzi, tanasi, qo'l, oyoqlari hamma yo'g'i teng issiq, oyoq qo'llari sovuq emas, ya'ni bu qizil isitmali isitma hisoblanadi. Buni tushirish uchun bolani biz kiyimlarini yengillashtiramiz. Kiyimlarini sekin yengillashtirib, bolani kiyimchalarini yengillashtirib xonada va tana haroratini 38,5 gradusni tushirishga harakat qilamiz. Biz sovuq suvda namlangan matoni sovuq suvga namlab bolaning bosh qismiga qo'yamiz. Ikkala qo'ltiq sohasiga ham sovuq suvda namlangan matoni qo'yamiz. Hamda choy sohasiga ham xuddi shunday sovuq suvda namlangan matoni qo'yamiz. Va bolaning tanasini 30-32 gradusli suvda namlangan mato bilan bo'yin sohasi, qo'l oyoqlari, tanalari, orqalari, yelkalari hamma joylarini artish yo'li bilan bolaning tana haroratini tushirishga harakat qilamiz. Bosh sohasidagi va qo'ltiq tana choy sohasidagi matolarni almashtirib yana qayta qo'yamiz. Shu yo'l bilan chaqaloq bolaning tana haroratini tushirishga harakat qilamiz. Hamda bolamiz suv ichadigan holatda bo'lsa, unga ko'proq suyuqlik, ya'ni suv berishimiz kerak bo'ladi. Bolaning tana haroratini birdaniga tezlikda emas, sekin asta tushirish kerak bo'ladi. Birdaniga tezlikda tushirib yuborish ham bu to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun sekin asta kuzatib, yana ma'lum daqiqadan keyin tana haroratini bolani o'lchab tekshirib ko'ramiz. Tana harorati 10 daqiqa, 15 daqiqa orasida qayta tekshirishda o'lchanadi, oralikda tekshiriladi. Mana 38,5 graduslik tana harorati o'lchangan bolamizning tana harorati 38-2 gradusga tushayotgan bo'ladi. Bu tana haroratini tushayotgani. Yana biz fizik metodlar bilan bolaning shu holatda qilgan harakatlarimizni yana qaytarib turamiz va bolaga ko'proq suyuqlik ichishini tavsiya beramiz. Bu dog' suv yoki bola emizikli bo'lsa ko'proq bolani emizdirish yo'li bilan tana haroratini tushiramiz. Tana harorati 39 gradusga yaqinlashayotgan vaqtda bolaga fizik tomonidan tana haroratini tushirish bilan birgalikda
unga ibuprofen, parasetamol dorilardan foydalanishimiz mumkin. Tana haroratini ko'tarishning ikkinchi ko'rinishi bu oq isitma. Oq isitma, ya'ni aytib o'tganimizdek, chaqaloqda isitma bor, ya'ni isitma o'lchaganimizda 38,5-39 gradusga yaqin isitma bo'lishiga qaramasdan, bolaning teri rangi oqargan kuzatganimizda, oyoqlari sovqatgan, qo'l oyoqlarini uchlari sovqatgan holatda, bola titragan, qaltiragan holatda bo'lishligi mumkin. Bunda bizni davolash, ya'ni isitma tushirish taktikamiz biroz bo'lakcharoq bo'ladi. Bu bolani yechintirmagan holatda avvalambor bolani issiqroq yana ham o'rashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni adyolchasiga o'rab, bolani oyoq qo'llarini isitishga harakat qilamiz. Xona temperaturasini ko'targan holatda bolaga iliqroq suv ichkizdiramiz bolaga. Shu yo'l bilan bolani tana haroratini o'lchashga harakat qilamiz va oyoq qo'llarini sovqatganlik, titraganligini bolani pasaytirishga harakat qilib, bolani issiqligini bir tekisda tarqatib olamiz. Ya'ni oyoq qo'llari isidi, bolani oyoq qo'llari isidi, tanasidagi oqishlik biroz tarqadi, ya'ni qizarishni boshladi. Ya'ni oq isitma holatida bolani sal yengillagandan keyin endi tana haroratini tushirishga o'tamiz. Ya'ni tana haroratini endi fizik yo'l bilan avval aytganimizdagi bolaning boshiga sovuq matoh qo'yish bilan hamda qo'ltiq, chov sohalariga ham sovuq qo'yish bilan birgalikda tana haroratini tushirishga harakat qilamiz. Shu paytda ham bolani titramayotganligini, qaltiramayotganligini, tanasidagi rangini miramirsimon, marmarsimon emasligini kuzatib turamiz. Shu holatda bolani tana haroratini tana isitma tushiruvchi dorilardan, ya'ni parasetamol, ibuprofen berishimiz mumkin bu holatda. Bunda birinchi yordamda farqi, qizil isitma bilan farqi, avvalam sovqatgan, titragan, qaltiragan bolani shu holatdan chiqarib olib, keyin tana haroratini tushirishga harakat qilinadi. Hurmatli onalar, bolalarda tana harorati ko'tarishda sizlardan juda hushyorlik talab qilinadi. Chunki yosh bolalarda, ayniqsa 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda tana harorati ko'tarilishi salbiy oqibatlarga, ya'ni talvasa holatlarigacha olib kelishligi mumkin. Shuning uchun tana harorati ko'tarilgan bolalarni uy sharoitingizda o'zingiz tana haroratini tushirishga harakat qilish bilan birgalikda va buni samarasizligini ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta tez yordamga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bizni tayyorlagan videomiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Agar sizlarni yangi tug'ilgan chaqaloqlarni cho'miltirish va chaqaloqlarni ko'krak suti bilan to'g'ri emizib boqish to'g'risidagi mavzularni bilishni istasangiz, ekrandagi videolardan foydalanib ko'rishingiz mumkin.